Tak, qiziq panel ekan u. Tushunarsiz bunaqa narsalar ishlatmaganimga, buni X tugmasi yo'q ekan deyishini chatoqchaga olib qo'ychi, oy palaga urib qo'yishdi-yu. Voy billa, menga tikkilandi, voy billa, xato qildi. Endi o'zingdan ko'rki, avem olmasam bo'lmaydi shekilli. O'pkangdan chiqib ketdi. Bak. Billa, chivin ezgandek ezib tashlayapman oxiga. Bak. Billa, chivinchalar. Bitta chaqsam shunaqa bo'ladi ukam. Mana. Billa, kema. Aka. Bo'ldi, ukalar mayli, o'rnatishga o'rgataman, oxirigacha ko'ringlar, faqat tushunib olinglar. Qaranglar, mana bu apka bo'ladi. Bu faylni ichidan ochib bo'lmaydi. Prosta yuklagandan keyin zipdan ochib qo'yasizlar, tamom, fayllar turadi. Fayllar turganidan keyin App Mirror degan Play Marketda bor App Mirror degan narsa. Shuni o'rnatasizlar. Ichidan bo'lsa brauzer faylni tanlaysizlar. Brauzer fayldan faylga kiradi. Fayllarni topasiz mana shu panelni. O'sha panel topgandan so'ng ularni 3 ta fayl bitta qilingan. O'sha mana bu reklama ko'rish orqali bitta qilasizlar, ya'ni Apexni Apex fayli qilasizlar. Bu narsalarni men oldingi videolarda tushuntirib o'tganman. Agar tushunmasanglar Telegram kanalimga o'tasizlar, chunki Apexga ham, fayl ham, ключи ham mana shu kanalda bo'ladi. Bemalol ishlasanglar bo'ladi. Обязательно maxfiy havola orqali o'tasizlar. Profilda yoki kommentariyada bo'ladi o'sha narsa. Bemalol o'tib, olib ishlatsanglar bo'ladi va tushunmasanglar bu narsani bemalol Telegramdan tushuntirib qo'yadigan odamlar to'la yotibdi. Xullas ko'ryapsizlar, 3 tasini bitta qilinyapti, ya'ni Free Fire Max'ni 3 tasi bitta qilinyapti. Apex Mirror orqali bu faylga chanaqa open tugmasini bosib o'raman, shu yerdan promo kirib ketaveradi, ya'ni ilova o'rnatilgandan keyin. Xuddi Play Marketga o'xshab. Kirganingizdan so'ng shunaqa Dolenskiy deydi, ya'ni o'ziga kerakli fayllarni yuklamoqda deyapti. Eshitinglar oxirigacha, o'rganinglar. Men gapim tushunarsiz bo'lib ketayotgan bo'lsa, prosta videoga qarab o'rganib olinglar, tamom. Agar videoga ham tushunmasanglar, tushunmaganlar chatda bor, chatga yozinglar iltimos, xo'p? Lekin videoga bitta like bilan obuna tugmasini bosib qo'ysa degan bittaman, chunki men motivatsiya olmasam sizlardan kerak emas bu narsalarni chiqarishmaning uchun. Chunki so'radinglar o'zinglar bezban, reyting o'ynashga zo'r panellardan beringlar dedinglar. Body headshot, UD headshot dedinglar. Mana body headshot ham, charms headshot ham, lens headshot ham, uchar headshot ham, speed hack ham bor. Bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Faqat speed hackga katta reytinglarda yoqib yuborsanglar, o'yindan otib yuboradi, lekin ban bermaydi. O'yindan otib yuboradi xolos, keyin yana o'ynasanglar bo'laveradi. Prosta speed hackdan otib yuborish mumkin. Xo'p, mana bu yerda ключ so'rayapti. Infinity Crack.ru degan ключ kiritamiz deb, pastki user tugmasini bosamiz. Passiv sur tugmasini bosganimizdan so'ng panelimizning mod menyusi ochiladi, mana ko'ryapsizlar. Xullas, bu ключni ham Telegram kanalida topasizlar, ya'ni mod menyuni pastida bo'ladi. Apex pastida tashab qo'yaman. Apex fayli pastida turadi. Nusxalab shuni ko'chirib kiraverasizlar. Mana bu yerda ko'rsatib chiqamiz bor ekan. Ma'lumot bor ekan, lekin ma'lumotlarim ko'rinmaydi, chunki bu shaxsiy himoyalangan narsa. Hech kimda hech nima qilmaydi. Bu prostaligi o'yin modeli boshqasi. Telefonimiz 64 aniqligi ko'rsatib turibdi, 32 bit emas, ya'ni versiyasi 13 dan past emasligi. Charms aimbotlarimiz bor. Bu yoqda o'tkazib rangli qilish ham mumkin. Charms xohlagan turda, men misol uchun xohlagan turda o'ynab chiqdim, kayf qilib. Prosta o'zingizga moslasanglar bo'ladi. Men grafikani low qilganim uchun haligi g'alatiroq ko'rinib qolgan menga. Endi sizlarga bilmayman qanaqa. Men smooth o'ynayman. Plus iPhone 160 gradus, osmondan tushayotgan itni ham ura oladi bemalol. Itni deganim endi oddiy itni deyapman. Botlarni demayapman, botlarni ham uraveradi, farqi yo'q. Zo'rlarni ham uraveradi, farqi yo'q. Xullas ko'ryapsizlar. Xullas qaranglar, bu yerda Ghost account ochasizlar, ya'ni Google accountlar ishlamaydi. Google account ochma uka, dangal aytyapman, ochma, bu panel. Xavfli bo'lishi ham mumkin, ya'ni akkauntingga zarar yetkazishi mumkin. Shunday ekan, Ghost account ochib, yangi jild yaratish ustiga bosasizlar, telefonni burchagida turadi. O'sha yerdan jild yaratib olasan yangi, o'shanchiga joylaysan. Keyin bemalol Free Fire kirib ketaversan, hech qanaqa PVP kerak emas. Nickname-ni ham yozsang bo'ldi, o'zingga moslab qo'yaverasan. Men mosladim deb promo kommentga qarab shoshildim ketaverdim. Bir o'ynab ko'raychi, panellar qiziqishga dedim. Xo'p, mana ko'ryapsizlar, men bu birinchi marta bunaqa panel ishlatyapman. X tugmasi bo'lmagani uchun ham misol menga qiynalyapti-da. Qani tep yonga olib qo'yish kerak bo'lar ekan buni xullas. Ayvo ko'tarib qo'yaman, 260, legit bo'lmasa ekan, ikki odam bittasini tanlash kerak ekan, chunki uchovi burilib ketaverar ekanda shunga. Xo'p, bu yangi versiyasi, bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Ключ olib o'tirmaysizlar yoki internet va VPN qilib o'tirmaysizlar. Promo kirib ketasizlar, ключ kiritasizlar, tamom. Bu ham o'zingizning havolada o'ynashinglar. Xo'p, mana ko'ryapsizlar, o'ynashi o'zi sal head boshqa rezolyada yaxshimi, lekin avem snayperska rezolyada normali, zajima rezolyada cho'tki tegadi. Men sinab ko'rdim. Xullas, do'stlar, o'rnatishni ham ko'rib olinglar. To'g'risi gap, o'rnatishni ham gapirishni ham chichib qo'ygan bo'lsam, kechirasizlar. To'liq fayl narsalarni Telegram kanalidan topasizlar, o'tib olinglar bemalol.